VPN'larda reklamasida yoki Instagramda video ko'rib o'tirsanglar, hali o'yinlarda reklamasi sizlarda ham chiqadimi? Ha? Qaysi dovdir o'ynaydi mana shu o'yinlarda? Ha? Shu reklama qilish uchun. Nimaga har safar yutkizib qo'yadi u? Biror marta yutadimi u? Har safar yutkizadi. Men ashuni ko'rib olaman, uxlolmay chiqaman keyin kechqurun qilib. Bu naqa o't desiz ham o'tmaydi. Ustiga bossangiz kirib ketib qoladi o'yin ichiga. Shu yutadigan odam bilan ham reklama qilsa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Mana shu Angishona miyadan boshqa, mana shu qo'li akasha bo'lgan dovdir, qurbaqa kalladan tashqari ham kimdir bordir-ku, to'g'rimi? O'ynab berish uchun. Ashiyla o'ynash shart emas u. Bitta ham tele adresini bilsanglar, o'zimiz akalar kelishgan holda ustidan yozib qamatib aytib yuboraylik ashyoqdan. To'g'ri, undan ham yomon bor. Hali men dunyoda eng xavfli, eng zo'r qo'riqlanadigan 5 ta joyda aytaman sizga. Mana bu joy desa 5-o'rin, mana bunisi desa 3-o'rin, mana bunisi 4-o'rin, mana bu joy desa yo'q, u yo'q, mana bu joy desa 2-o'rin deydi-da. 1-o'rinchi desa, bilganlar kommentariyaga yozishadi. Bilmaydi hech kim. Bilsa videoda oxirigacha ko'rami? Bilmaydi hech kim. Shuni aytib qo'ysangiz, sigiringiz egizak tug'may qolamiz siz. Aytib qo'ying, oxirigacha ko'r